Aliment to'lovchi shaxsda oylik daromadi bir xilda bo'lmasa, ya'ni o'zgarib turadigan bo'lsa, bir oy qarasangiz 1 million oylik oladi, bir oyda qarasangiz 5 million oylik oladi. Bir qarasangiz rasmiy joyda ishlaydi, bir qarasangiz norasmiy tarzda mehnat faoliyatini amalga oshiradi. Ushbu holatda aliment summasi qanday belgilanadi degan savol tug'iladi. Kelinglar tushuntirib beraman. Videoni ko'rishdan avval like bosib, obuna bo'lib qo'ying. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksining 102-moddasida xuddi mana shu masalalarga javob berilgan bo'lib, agar deylik aliment to'lovchi shaxsning oylik daromadlari ma'lum bir tendensiya asosida deylik ma'lum bir miqdor asosida ketmasa, o'zgarib turadigan bo'lsa yokida rasmiy ish joyi bir qarashingiz bor, bir qarashingiz rasmiy ish joyi yo'q. Mana shu holatda aliment summasini sudga da'vo ariza kiritganda har oyda qat'iy belgilangan summada undirishni sud belgilab beradi. Misol uchun deylik, agar ota bir qarashingiz rasmiy, bir qarashingiz norasmiy ishlaydigan bo'lsa, sud unga belgilab beradi. Har oyda sen ishlasang ham, ishlamasang ham bolang uchun 1 million so'm miqdorida aliment to'laysan deb qat'iy summada belgilab berar ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va videoni barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Agar sizga ham ushbu masalalar yuzasidan advokatlik va yuridik xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin.